Boja ana chaqirgisi. Bojama qarang, kuchuglar boshqa ichmayman lekin. Men qarang, men sizni yaxshi ko'raman. Betamush qilib. İbiyolar yapam-ku. Dadasi yazma turinglar, yapam kelib, daraq yo'qotinglar. Nima? Boja xotinim kelib, daraq yo'qoting. Boja nima qilayndi? Yoting boja. Qani vaqtash, yana ishdimi? Ishkanimiz yo'q. Apa yaznam ichkanlar yo'q, erim bilan birga yer ag'darganlar shunga uxlab qoldilar charchab. Ha, ishlab charchabdimi? Hozir ko'ramiz-da. Onajon. Maya qarang, ichdingizmi yo'qmi? Kuchuk bo'lagan xotin ichganim yo'q. Ha, hozir tekshirib ko'raman-da. Manga qarang odamgina, ana shu chiziqdan to'g'ri yursangiz, ichmagan bo'lasiz. Menga qaram, men senga to'g'ri o'zmi? Bu bilan aniqlab bo'lmaydi, ichganim yo'q. Ha, ichmabsizmi? Unda 10 marta o'tirib turing, qani bir ko'ring qani. 1 2 Ko'rib, sen mi o'tirib turaman, o'ch. Durdan dugon, sen eringga ayt, ha? Adugon tinchmi? Ana bu ichgani qanday aniqlasa bo'ladi? Qog'ozni barvonga qilib puflab ket. Ha. Menga ishim kerak. Ana shu teshig'iga futing. İçipsiz-ki. İdapa öldürdünüz-ku. Ölmedi bu. Man öldüm man. 10 yıldan beri bitti oy olmadım man. Mu şu mapa o'z yaznamni bitta joyga yetib davolaymiz. Opajon bizga kelib to'g'ri tanlov qilibsiz. Bizdan uy olsangiz 5 yildan 10 yilgacha kam to'lash imkoniyati bor. Jilmani bular yonimga keltirding. Yazdan ichishi bular nima daxli bor? O apajon ipoteka xizmatida uy olasiz, yazdan pensiyalar shu yoqqa to'g'rilab qo'yasiz. Keyin yazdan ichishga pul topolmaylar, lekin uyni ham bo'lib olasiz. Ipotekaga rahmat. Men uylik bo'laman. Ye, xotin uylik deysanmi? Shu uchun bitta ish.